Belim, oyog'im, tizzalarim og'rib keluvdi. Xudoga shukr, mana bugun 3-kun ancha rezultatini bildim. Uyqularim joyiga keldi. Mana Shohida opam keldilar bizning licheniyamizga. Doktor Ali klinikasida licheniya olyaptilar hozirgi kunda. Bugun 3-kuni kelganlariga. Shohida opa, qanaqa holatda keluvdingiz-ku? Bugun 3-kuni holatingiz qanaqa? 3-kuni belim, oyog'im, tizzalarim og'rib keluvdi. Xudoga shukr, mana bugun 3-kun ancha rezultatini bildim. Uyqularim joyiga keldi. Oyoq og'ruvlarim kamaydi. Sal ozgina yurganda belim ushlab qolardi, nafasim siqib qolardi. O'zimga to'lib ketib, chuqur nafas olaman. Yo'q, hozir bemalol uyga ham bemalol yayov tushib ketyapman. Nafaslarim siqish yo'q, oyoq og'riqlarim yo'q. Xudoga shukr, mana bugun 3-kun. Bugun zulu qilishdi, ninalar, magnitni anaqalar, bankalar qo'yishdi. Ancha yaxshiman, Xudoga shukr. Tizingizni qimirlatishga qiynalardingiz, lekin hozir og'rig'ini sezmayapsiz. Og'rig'ini sezmayapman. Sezmayapsiz. Bugun kechasi yaxshi uxladim, og'riq sezmadim. Oyog'im tosh bo'lib ketyapti. Bu toshlari hammasi yo'q bo'ldi. Yengil bo'lib qoldi, Xudoga shukr. Bemalol bu ko'p anaqa qilib. Mahsulotlardan qaysi mahsulotlarni oldingiz? Ana ozdiruvchi choylar bor ekan. O'shani oldim, rayhon mazini oldim, archa anaqasini oldim, yog'ini oldim. Va ertaga detoksium ham bo'lmoqchisiz. Xudo xohlasa, Xudo xohlasa.